Agar o'tirib turganingizda tizingiz qisilsa yoki ko'p yurganda og'risa, demak tog'ay yemirilisha boshlagan bo'lishi mumkin. Bu videoda men artrozni qachon davolashga kech bo'lishini tushuntiraman. Eng muhimi, artroz bu tuzaladigan kasallik. Uni bitta muhim qoida orqali to'xtatib qo'yishni o'rgataman. Biz gonoartrozni sodda tilda tahlil qilamiz. Tizanning aynan qayeri yemiriladi va bu jarayonni juda kech bo'lmasdan qanday to'xtatish mumkin? Videoning o'rtasida men nega tog'ay o'z-o'zidan tiklanmasligini, lekin shunga qaramay sizdagi og'riqni butunlay yo'q qilish mumkinligini aytaman. O'tkazib yubormang. Tasavvur qiling. Tog'ay bu mukammal amortizator. Bu tabiatdagi eng silq yuzi muzdan 5 barobar silliqroq. Bo'g'im ichida ishqalanishni deyarli nolga tushiradi va suyaklarning bir-biriga beshikast tegib turishini ta'minlaydi. Muammo shundaki, tog'ay to'qmasidan qon tomirlari va nervlar o'tmaydi, ular yo'q. Bu degani u qon orqali emas, balki atrofdagi suyuqlikdan oziq oladi. Shuning uchun biz birinchi marotaba og'riqni his qilganimizda, demak u yerda tog'ayning kamida 30% allaqachon yemirilib bo'lgan. Siz kasallik boshlanishini shunchaki o'tkazib yuborgansiz. Chunki bo'g'im sizga oldinroq shikoyat qila olmagan. Unda og'riq sezadigan retseptorlarning o'zi yo'q. Tog'ay jimgina yemiriladi va faqat jarayon suyakka yetganida signal beradi. Bu jarayonda eng xavfli nuqta mavjud bo'lib, uni tibbiyotda tog'ay defekti deb aytiladi. Ilmiy fakt: osteoartrit va tog'ay xalqaro tibbiyot jurnaliga ko'ra, qaytish bo'lmagan nuqta subxondrial suyak, ya'ni tog'ay ostidagi qattiq suyak qavati ochilib qolganda boshlanadi. Modomiki suyaklar orasida kamida 1-2 mm tog'ay qatlami bor ekan, bo'g'im tirik va uni to'g'ri muolaja bilan 10 yillab saqlab qolish mumkin. Ammo suyakka to'g'ridan-to'g'ri ishqalansa, suyak deformatsiyasi boshlanadi va bog' boy berilgan bo'ladi. Shuning uchun hozir o'zida oddiy test qilib ko'ring. Stulga o'tiring va oyog'ingizni sekinlab oxirigacha ko'taring. Agar oxirgi nuqtada biron bir to'sqin, qotib qolish his qilinsa, ichkaridan g'ichillagan ovoz kelsa, bu suyakning bir-biriga yaqinlashganidan dalolat beruvchi belgi. Demak, amortizatsiya tizimi ishdan chiqqan va suyaklar bir-birini mexanik ravishda yemira boshlagan. Bu test dengizdan tomchi, chunki haqiqiy holatni faqat chuqur diagnostika ko'rsatadi. Agar noqulaylik sezilgan bo'lsa, sizga aniq harakatlar rejasi kerak. Biz artrozni erta tashxislash bo'yicha maxsus chek-list tayyorladik. Uni bizning Telegram kanalida yuklab olishingiz mumkin. Bundan tashqari, bir yashirin faktni bilishingiz shart. Tog'ay bu suyuqlik to'yingan gubkaga o'xshaydi. Unda qon tomirlari bo'lmaganligi uchun u faqat siz unga bosim berib, so'ng qo'yib yuborganingizda, ya'ni nasos prinsipi asosida oziqlanadi. Siz qadam bosganingizda tog'ay zaharli moddalarni chiqarib yuboradi. Oyoqni ko'targaningizda yangi oziqi kiradi. Agar tizzani asayman deb harakatni cheklab divanga yotib qolgan bo'lsangiz, siz uni oziqsiz qoldirib, to'qmani ochiqdan ochiq qurishga mahkum qilasiz. Harakatsizlik artrozni kuchaytiruvchi eng katta sabablardan biri. Sizda hozir artrozni aynan qaysi bosqichi? Rentgen, MRT xulosalaridagi quruq raqamlarni unuting. Artrozni 1-2, 3-darajasi aslida nima bilan farq qilishini o'rgatamiz. Og'riq qachon boshlanadi? Zinadan tushish qanchalik qiynalishadi va eng muhimi, qaysi bosqichda hali operatsiyasiz qutulib qolish mumkin. Ko'pchilik bilmaydi, lekin ba'zida 2-daraja 3-sidan kuchliroq og'riydi. Chunki 2-bosqichda yallig'lanish jarayoni eng faol nuqtasida bo'ladi va organizm bo'g'imni saqlab qolish uchun kurashayotgan bo'ladi. Men buning sababini va qaysi bosqichda ukollar yordam bera olishini, qachon esa ular shunchaki pulni havoga uchirish ekanligini tushuntiraman. 1-daraja bu asosan bo'g'imni ertalabki qotib qolishi. Uyg'ongandan keyin bo'g'im ichidagi suyuqlik qovushqoq bo'lib qoldi va tizzani yozib yuborish uchun sizga 5-10 daqiqa kerak bo'ladi. Bo'g'im shunchaki oziqqa yetishmasligidan injiqlik qilyapti. 2-daraja og'riq allaqachon boshlangan. Stuldan turganingizda tizza sanchig'i, lekin 10-15 qadam yurgach bo'g'im qizib, og'riq ortga qaytadi. Biroq ko'p yurgandan keyin tizzani ishib va issiq bo'lib qolishi
yallig'lanishning aniq belgisi bo'lib, unda bo'g'im ichida ortiqcha suyuqlik to'plangan bo'ladi. 3-daraja esa zindan tushish haqiqiy azobga aylanadi. Suyakka tegib turgani sababli og'riq hatto tunda ham uxlashga bermaydi. Bu bosqichda bo'g'imning biomexanik o'qi qiyshayadi va oyoqlar O yoki X shaklini egallashi mumkin. Ko'pincha 3-daraja aniqlanganda bo'ldi, endi faqat protez qutqaradi deb qo'rqitishadi. Bu katta xato. Tibbiyotda 3-daraja bilan ham mushaklarni kuchaytirib, bo'g'imni razgruska qilib, ya'ni undagi bosimni kamaytirib, og'riqsiz yashayotgan minglab insonlar bor. Biz rentgen suratini emas, tirik insonni davolaymiz. Vazifangiz yemirilayotgan tog'ini o'stirish emas, balki bo'g'im ichidagi shishni qaytarish va yuklamani to'g'ri taqsimlash. Agar siz o'zingizda 2-darajani tanigan bo'lsangiz, bu davolash va bo'g'imni saqlab qolish uchun oltin davr. Agar 3 bo'lsa, bo'g'imni zudlik bilan operatsiyadan qutqarish uchun keskin choralar ko'rishimiz kerak. Tashxis paytida biz nafaqat MRTga, balki yurishingizga, qadamingizga va oyoq o'qining qiyshayishiga ham qaraymiz. Chunki artroz bu butun oyoqning muammosidir. Konsultatsiya olish uchun pastdagi raqam orqali ro'yxatdan o'ting. Boshlang'ich og'riqlar haqida davom etsak, bu yerda bir mantiqiy savol tug'iladi. Agar tog'ayda nerv bo'lmasa, unda nima uchun biz bunchalik og'riq sezamiz? Bu yerda bir tibbiy paradoks mavjud. Tog'ayning o'zi so'qov, unda og'riq retseptori yo'q. Siz uni skalpel bilan kessangiz ham hech narsani his qilmaysiz. Unda nima uchun har bir qadamimizda tizzaning sug'urib olayotgandek va tunda tish og'rig'i kabi lo'qillab og'riqni sezamiz? Bugun biz haqiqiy aybdorni topamiz. Biz muhim ilmiy tushuncha subxondral suyak iligini shishini tahlil qilamiz. Tizza ichida o'sha chidab bo'lmas og'riqning manbai mana shu. Tog'ay yupqalashganda u o'z amortizatsiya funksiyasini bajarmay qo'yadi va tashqi yuklama to'g'ridan to'g'ri uning ostidagi nerv retseptorlariga juda boy bo'lgan suyak qavatiga uriladi. Suyak ichida qon aylanishi buziladi, bosim ortadi va u bo'g'ila boshlab shish hosil qiladi. Tasavvur qiling, barmog'ingizni bolg'a bilan qattiq urib oldingiz. Yeyilgan tog'ay ostidagi suyak ham har bir qadamda o'zini xuddi shunday his qiladi. Mana nima uchun oddiy diklofenak kabi mazlar va gellar ko'pincha yordam bermaydi. Ular faqat teri yuzasida qoladi va suyakning chuqur qavatlariga ishga yetib bormaydi. Siz terni silayapsiz xolos. Lekin muammo bo'g'imning poydevorida joylashgan bo'lib, u yerdagi bosimni maz bilan tushirib bo'lmaydi. Bu og'riqni yo'qotish uchun bizga oddiy og'riqsizlantiruvchi tabletka emas, balki dekompressiya, ya'ni o'sha zonani jismoniy yuklamadan bo'shatish va suyak ichidagi bosimni tushirish kerak. Muhim maslahat, agar og'riq aynan dam olganda va tunda kuchaysa, bu suyak ichidagi bosim ortib ketgani va yallig'lanish suyuqligi ko'payganining aniq belgisidir. Bunday holatda tizzani issiq hammomda isitish yoki saunada isitish qat'iyan man etiladi. Chunki issiqlik qon kelishini ko'paytirib, ishni yanada oshiradi va og'riqni chidab bo'lmas darajaga olib keladi. Ko'pchilik bu va boshqa muammolarni yoshga to'nkab, nima qilasiz, qarilikda endi deyishadi. Bu katta xato. Artroz bu yuzdagi ajin emas. U qarilik bilan birga kelishi shart bo'lgan majburiy jarayon emas. Hozir men sizlarga yoshingiz tizzangiz uchun mutlaqo ahamiyatsiz ekanligini ilmiy tomondan tushuntiraman. Tog'ayni har qanday qarilikdan 10 barobar tezroq o'ldiradigan bitta asosiy omil bor va siz hozirning o'zida bilmasdan shu xatoni qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Bo'g'imning tabiiy qarishi bu shunchaki to'qmaning namligi bir oz yo'qolishi. U o'z-o'zidan kuchli og'riq bermaydi. Artroz esa bu mexanik buzilishdir. Bu plaskostopiya, tos suyagini qiyshayishi yoki ortiqcha vazn tufayli yuklamaning bo'g'im yuzasida noto'g'ri taqsimlanishidir. Agar oyoq o'qi bor yo'g'i 1-2 gradusga qiyshaysa, bo'g'imning bir nuqtasiga tushadigan bosim bir necha barobar ortib ketadi va tog'ay o'sha yerda perigruskadan yemirilib ketadi. Bu jarayon 20 yoshda ham 80 yoshda ham bir xil kechadi va buni eskirish deb emas, balki noto'g'ri biomexanika deb atash to'g'riroq bo'ladi. Esda tuting, qarilik bu bo'g'imning yemirilishi emas, bu uning harakatdan to'xtashi va zanglab qolishidir. Tizzalaringizning haqiqiy biologik yoshini bilishni xohlaysizmi? Hoziroq ko'zingizni yumib, bir oyoqda 30 soniya davomida muvozanat saqlab turing. Agar tebranib ketsangiz yoki yiqilishga oz qolsa, demak mushaklar
bo'g'imni himoya qila olmayapti va tizangiz xavf ostida. Shunday ekan, asosiy savol tug'iladi. Bu jarayonni to'xtatsa bo'ladimi? Yoki bizni reklama bilan shunchaki aldachyaptimi? Reklamada ko'payib ketgan holat ilon zahri, plazma, gialuron kislotasi yoki qimmatbaho dori ukollari bilan bo'g'imni to'liq tiklashni va'da qilishadi. Men sizlarga shifokor sifatida achchiq haqiqatni aytaman. Yemirilgan tog'ayni qayta o'stirishning ilojisi yo'q. Hech qanday pulga va hech qaysi zamonaviy klinikada. Ammo yemirilishni to'xtatib qo'yish va 100 yoshgacha o'z oyoqlaringizda og'riqsiz yurish mutlaqo real va erishish mumkin bo'lgan maqsaddir. Bu maqsadga erishish uchun bizga zamonaviy tibbiyotning ilg'or fizioterapiya apparatlari yordamga keladi. Agar siz LFK qilishni xohlasangiz, lekin og'riq bunga yo'l qo'ymayotgan bo'lsa, fizioterapiya bu sizning mashqqa o'tish uchun ko'prigingizdir. Bu yuqori intensiv magnit maydoni bo'lib, u biz yuqorida aytgan suyak iligini ishini va kuchli og'riqni hujayra darajasida bartaraf etadi. U suyak ichidagi moddalar almashinuvini tiklaydi va og'riqni birinchi seansdan pasaytiradi. Yana bir qudratli vosita bu yuqori intensiv lazer. U bo'g'imning eng chuqur qatlamlariga kirib boradi va tog'ay hujayrasida metabolizmni tezlashtiradi. Yallig'lanish va ishni bir zumda bosadi. Agar bo'g'imda surunkali og'riqlar bo'lsa va tuz yig'ilishi bo'lsa, zarb to'lqin terapiyasi mavjud. Qon aylanishida portlash effekti bilan yaxshilaydi. Tekar terapiya esa bo'g'im to'qimalarini ichidan qizdirib, dorilarni suyaklariga yetib borishini ta'minlaydi. Bu apparatlar shunchaki isitish emas, bu bo'g'imning biologik muhitini o'zgartirishdir. Ular og'riqni blokdan chiqaradi. Shundan so'ng sizning LFK mashqlar 10 barobar samarali ishlay boshlaydi. Artrozni to'xtatish bu uni turg'un remissiya bosqichiga o'tkazishdir. Bunda yemirilish to'xtaydi, suyak ichidagi shishish so'riladi va og'riq yo'qoladi. Buning uchun birinchi navbatda vaznni nazorat qilish kerak. Oddiy matematikani eslab qoling. Ortiqcha 1 kilogramm vazn oddiy qadam bosganingizda tizzaga 4 kilogramm bo'lib tushadi. Agar zinadan tushsangiz yoki yugursangiz bu yuklama 8-10 kilogacha oshadi. Demak, bor yo'g'i 5 kiloga ozdingizmi? Tizzadan 20 kilo doimiy yuklamalar olib tashlanadi. Bu har qanday qimmat tabletka va ukoldan samaraliroq. Va xondroprotektorlar haqida. Ularni yillab ichish va mo'jiza kutish foydasiz. Xalqaro meta tahlillar tasdiqlaydi. Ular faqat yengil yallig'lanishga qarshi vosita bo'lishi mumkin, lekin tog'ayni qayta qurmaydi. Haqiqiy dori va yengillik beruvchi bu faqat to'g'ri LFK mashqlari vaqtida bo'g'im ichiga ishlab chiqariladigan sinovial suyuqlikdir. Harakat bu siz uchun yagona tabiiy moydir va u faqat harakat bor joyda paydo bo'ladi. Keling, video boshida va'da qilingan barcha savollarga yakuniy xulosa yasaymiz, toki sizda hech qanday shubha qolmasin. Birinchidan, biz qaytish bo'lmagan nuqta. Bu tog'ayning butunlay yeyilib, suyakning ochilib qolishi ekanligini va buni stulda o'tirgan holatda oyoqni to'g'rilash testi orqali qanday tekshirishni o'rgandik. Ikkinchidan, sizdagi tish og'rig'i kabi chidab bo'lmas og'riqni asl sababi tog'ay emas, balki suyak iligi ishishi ekanligini, mazlar esa u yerga yetib bormasligini tushundik. Uchinchidan, gialuron kislotasi va PRP artrozni ikkinchi bosqichida yordam berishi mumkin, lekin uchinchi bosqichda bu foydasiz narsa. To'rtinchidan, artroz bu shunchaki qarlik emas, balki buzilgan biomexanikaning natijasidir. Shu sababli operatsiya bu yagona chora emas, hatto 3-darajada zamonaviy fizioterapiya hamda tizimli harakatlar orqali bo'g'imni saqlab qolish va operatsiyasiz, og'riqlarsiz yurish mumkinligini bildik. Agar cheksiz dori ichishdan va befoyda muolajalardan charchagan bo'lsangiz, bizning bepul konsultatsiyaga yoziling. Ma'lumotlar video ostida joylashgan. Eng foydasiz va pulni behuda sarf qiladigan 3 ta xarajatni ham eslab qoling. Magnit nakolenniklar. Ularning terapevtik kuchi ilmiy isbotlanmagan. Xondroitinli mazlar. Chunki ularning molekulasi terdan o'ta olmaydigan darajada katta va og'riqning o'tkir davrida issiq qilish. Chunki issiqlik yallig'lanishni kuchaytiradi. Bularga 1 so'm ham sarflamang. Nazariyani tugatdik. Endi eng muhim amaliy qismga o'tamiz. Nima uchun? Tizza aynan zinadan tushganda kuchayib oriydi va bu
sizning paylaringiz, bo'g'imlaringiz yoki meninglar haqida nima dalolat beradi? Bu haqida keyingi videomizda batafsil va ochiq gaplashamiz. O'z taklif va fikrlaringizni izohda qoldiring.